Assalomu alaykum hammaga. Bu ogohlantirish video podstavani yangicha turi chiqqanligi haqida. Bu videoni Rossiyadagi tanishlaringizga, do'stlaringizga yuborib qo'ying. Meni ismim Jonibek, o'zim yuristman. Hozir sizlarga bir akamizning istoriyasini aytib beraman. Akamiz 2022-yilda Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadida keladi va patentga topshirib qo'yib, yashashga joy topolmaganligi sababli tanishi ishlab turgan avtomoykaga borib yashab turadi. Bir kun militsiya xodimlari kelib undan mashinasini yuvib berishni so'raydi. Akamiz bu yerda ishlamasligini va mashinani yuvishni bilmasligini aytadi. Shunda ham iltimos qilib so'rashadi. Akamiz endi yuvishni boshlaganlarida militsiya xodimlari rasmga olib undan pul talab qilishadi yoki senga shtraf yozamiz deydi. Akamiz shtraf olib, shtraflarini to'lab, keyin patenti chiqqandan keyin ishlab yuradi. Oradan vaqt o'tib, patenti tugagandan keyin yangi patent olish maqsadida kirdi chiqdi qilish uchun Qozog'istonga chiqib, qaytib kirayotganida 5 yilga zapreti borligi haqida biladi. Chegaradagi xodimlar akamizga Rossiyada deporti borligini bila turib, Rossiyaga qayta kirmoqchi bo'lyapti deb yana 5 yilga deportini uzaytiradi. Xullas 2032-yilgacha akamizda deport bor. Advokatlar orqali sudga topshirib ham hozirda deportini yechib bo'lmagan. Shuning uchun sizda ham mana shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun o'zingizni ehtiyot qiling va agar sizda savollar yoki murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha sizga yordam beramiz.